Uighur Avtonom rayonluq partikomining sekretari چۈەنگوشەرقىينىڭ Uighur elida sosialistik Şinjanның yangi davrini barpo qilishni ta'kidlashi diqqat qo'zg'adi. Tağırtaq to'rining xabariga qaraganda, Uighur Avtonom rayonining چۈەنگوشەرقىي, Şöhret Zakir, Wang Junjiang qatorliq rahbarlari 24 va 25 noyabr kunlari Avtonom rayonluq partiya komiteti nazariya tadqiqot markazi guruhi bilan birlikda yig'in uyushtirib, Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining 3-navbatlik Şinjan xizmati yig'inini o'rganish, Xi Jinpingning so'zining ruhini tadqiq qilib, uni qat'iy amaliylashtirish, Şinjanni boshqarish strategiyasi umumiy nishonini mustahkam saqlash, yangi davrda Şinjan xizmatida yangi vaziyat yaratish deganlarni ta'kidlagan. چۈەنگوشەرقىي yig'indagi so'zida mundaq degan: Şinjanda uzun muddatlik amillik qurilishida chong turib, Junxo millati engini shakllantirishga ahamiyat berish, Junxo millati engi va tarixini Şinjanning kadrlar maarifi, yoshlar maarifi va ijtimoiy maarifga singdirish kerak. Chet eldagi kuzatuvchilarning qarashicha, چۈەنگوشەرقىيning so'zlari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotishni maqsad qilgan siyosatlarni kuchaytirib ijro qiladiganligini ko'rsatib berdi ekan. Kanadalik Uighur faoliyatchisi Tۇرۇش 11 ayning 27 kuni Kanadadagi nurg'un Uyg'urlarning Sharqi Turkistondagi oila a'zolari va tuqqanlarining Xitoy tarafidan tutqun qilinish va o'ldirilish tahdidiga uchraganligini oshkorladi. Tibetda tug'ilgan Toronto Universiteti o'quvchilar kengashining raisi Chimilamo o'zining jinsiy parakandichilik va o'lim tahdidiga uchraganligini aytdi. Erkin Asiya radiosi Xitoycha bo'limining xabariga qaraganda 27 noyabr 2 nafar parlament a'zosining hamkorligida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Tibet, Uighur, Eron va Estoniyadan iborat o'xshamagan 4 millat va davlatdan bo'lgan ziyonkashlikka uchraganlar so'z qilib, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlarning maxfiy xodimlarining ularga parakandichilik solganligi va tahdid solganligini oshkorlagan. Turushning aytishicha, nurg'un kanadalik Uyg'urlar uzundan buyon Sharqi Turkistondagi oila a'zolari bilan bo'lgan aloqasini uzgan yoki ular agar soqchiga ma'lum qilsang yoki Kanadada bu ahvolni oshkorlasang, Xitoydagi ota-onang qo'lga ilinadi degandek tahdid uchurlarini topshirib olgan. Xabarda aytilishicha, Kanada Toronto Universiteti Sikarboro maktabining o'quvchilar uyushmasi boshlig'i Chimilamo Tibet avtonomiyasini qo'llaganligi uchun nurg'un tahdidga duch kelgan. خوڭكوڭ باش ئىجرائىيەئەمەلدارى كارىلام ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگوسى سەۋەبىدىن بانكا ھېساباتى بولمىغاچقا نۇرغۇن پۇلنى ئۆيىدە ساقلاشقا مەجبۇر بولغانلىقىنى ئېيتتى. كارىلام ئەنگىلىيە مەتبۇئاتلىرىدا قىلغان سۆزىدە بېيجىڭنىڭ خوڭكوڭدا يولغا قويغان دۆلەت بىخەتەرلىك قانۇنى سەۋەبىدىن ئامېرىكىنىڭ ئۆزىگە ئېمبارگو يۈرگۈزگەنلىكىنى، بانكا ھېسابى ئاچالمىغاچقا پۇللىرىنى ئۆيدە ساقلاشقا مەجبۇر بولغانلىقىنى ئېيتقان. لام مائاشىنىڭمۇ نەق پۇل بىلەن تۆلەنگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. 6 ayning 30 kuni Xitoy xalq qurultayida ma'qullangan va Xoڭكوڭ majlisining tasdiqi bilan bu rayonda yo'lga qo'yilgan yangi davlat bexatarlik qonuni bir davlat ichki sistema prinsipida Xitoyga qaraganda fikr erkinligi jihatda texmo ilg'or qonun kapolatiga ega bo'lgan Xoڭكوڭ fuqarolarining noroziligiga uchirdi. Washington hukumati avgustda Xoڭكوڭ bosh ijroiya-amaldori Lam, Xoڭكوڭdagi Xitoy aloqa ishxonasining direktori Luxoning va Xoڭكوڭ soqchi qism komissari Kris Tangpin qatorliq 11 amaldorni jazolashni qaror qilgan edi. Amerika, Rossiya va Xitoy shirkatlariga jazo yurgizish qarori chiqardi. İki davlatdan kelgan 4 shirkat Eronning ballistik boshqariladigan bomba planini qo'lladi deb ayblandi. Amerika Davlat ishlari mahkamasi Eron, Shimoliy Koreya va Suriyaning qurolsizlanish qonuniga asosan Rossiya va Xitoy shirkatlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Egilanishicha, har ikki davlatdan 2 shirkat Eronning ballistik boshqariladigan bomba texnikasiga sezgur texnika va material bilan ta'minlagan deb ayblandi. Amerika hukumatining bayonotida har qaysi davlatlardan Eronning boshqariladigan bomba harakatini qo'llash urinishidan saqlanishi talab qilindi. Egilanishicha, ئەنگىلىيەبىلەن Fransiya ئەنگىلىيە kanali orqali davomlashayotgan qonunsiz ko'chmanlarni to'xtatish uchun yangi kelishim imzolagan.
Angliya Ichki ishlar ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotda Ichki ishlar ministri Pertipatil bilan Fransiya Ichki ishlar ministri Girali Darmanin o'tirsida imzolangan kelishimga asosan qonunsiz ko'chmanlarning o'tishining oldini olish uchun Fransiyaning dengiz qirg'og'ida chorlayotgan xodimlarning sonining bir qatlanadiganligi va yangi uskunlarning saqlanadiganligi o'tirg'a qo'yilgan.